Akalar mana sizlarga idealniy sosteniyatda 01 topib qo'ydik. 73-yil ishlab chiqarilgan bemalol ANT nomer ola oladigan darajadagi mashina. Mashina bitta asijit qilingan, radnoy holatda, ammo o'zini zavod bavolarini qaranglar, sosteniyasini yangi bo'lib turibdi. Motor holatlari ideal, mashinamiz benzinda. Mana qarang, solidorlarni ham surib qo'yishgan. Gullab ketmasligi uchun mana bokovoylarni biladiganlar biladi. Chisti italyanskiy, salon holatini ham ko'rsanglar bo'ladi. Salon holatlari ham hammasi ideal, o'zini ham kitoblari bilan polni turibdi. Rullariga bitta e'tibor beribdi, like bosib qo'yib, signaligacha nechi man menga. Eng qiziq joylardan bittasi balonlarni mana bunaqa tillarigacha turibdi-da hali. Mashina endi ikkinchi kruga o'tgan, endi 100 ming yurgan. Shuncha yil mobaynida saqlangan. Endi vaqt o'tgani uchun kraskalar tasvij qilib qo'yishgan. Qo'llarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, mashinamizdan narxiga keladigan bo'lsak, mashinamizga 3 ming so'rashyapti, kelishtirib berishadi. Bitta avvalmeni qilib, ANT nomer taqib, mashinani bosib yuboradigan joyi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bitta videoga like bosib, xolasa bosib yuboringlar. 73